Boyagina qonun qoidaga amal qilish haqida gapirib tursam, oldimdan hozir mana bu video chiqib qoldi. Nima qilyapti aka? Tormoz bosyapti. Chiqib qo'yapti atelibga. Yo'l ham bermayapti-da, qaranglar. Tez ham haydamayapti. Nemislarda ham shunaqa xarakter bor ekan-da. Nemisda chunki. Nimadir qildingizmi aka siz? Qilmadim. Yaqin haydaganimga qo'ydi. Yo'q, yaqin haydamadim. Prosta sekin yuryapti. Dalni yoqdim. Battar tormoz Signal chaldi. 80 da ketyapti, 80 da ketyapti, 80. Voy, maraz. Atelibga 80 da ketyapti. Yursa bo'ladi. Ha, tez yursa bo'ladi, yana plus 20 yursa bo'ladi. Bu yerda endi O'zbekistondan bloger akalarimiz Amerikaga ketishyapti, bilasizlar, va Germaniyadan o'tayotganda shu hodisa bo'lgan. Endi 80 znak ostida 80 haydagan odamni rosa so'kishibdi. Ataylab qilyapti deyishgan boshqa, lekin bu unaqa emas. U yerda ko'rib turibsizlar, bitta polasa bor. Sizni hech qayerga o'tkazib olmaydi. Keyin qurilish joyi. Germaniyada avtobanlarda tezlik chegaralanmagan bo'lgani bilan qurilish joyida 80 znak bo'lmasa ham o'zingdan bilib 80 haydashing kerak o'zi. Lekin u yerda znak ham turibdi-da 80 degan. 100 yursa bo'lardi. Yo'q, yurish mumkin emas. 80 lik joyda 80 dan ortiq yurish mumkin emas. Taqiqlangan va Germaniyada shunaqa nemislarning o'zi ham chetdan kelgan odam ham o'rganadi. 80 znak turibdi, bo'ldi 80 haydaydi. Bizga o'xshab kamera bo'lmasa, jarima kelmasligini bilsa, urib tashlavermaydi xohlaganicha. Sizlar endi chetlarga chiqib yurgan, sayohat qilib yurgan bir dunyoqarashi keng odamsizlar, millionlab yoshlar kuzatadi sizlarni. Bunaqa fikrlashinglar, bunaqa gapirishinglar ha mumkin ekan demak. Bosaverish kerak ekan deb o'ylab qoladi. O'zlarini endi kommentariyada belgilab ketsanglar, balki bu narsa yetib borar o'ziga. Germaniyada lekin yana aylanib shu temaga kelib qolyapmiz. Qonun qoida, unga amal qilish kerak. Shtraf kelsa kelmasa.